Assalomu alaykum. Ushbu videoda Oson Price platformasining Korзина bo'limidan qanday foydalanishni ko'rib chiqamiz. Korзина bo'limida distributorlardan tanlangan bronlar jamlanadi. Bronlarni tahrirlash va Excel formatida yuklab olish mumkin. Bo'lim ikki asosiy oynadan iborat. Distributor qatori, tanlangan distributorlar ro'yxati, mahsulot oynasi, bron qilinadigan mahsulotlar ko'rinadi. Korзина bo'limidagi ko'plab funksiyalar boshqa bo'limlar bilan bog'langan. Boshqa bo'limlardagi miqdor maydoniga kiritilgan mahsulotlar avtomatik ravishda Korзинаga qo'shiladi. Keling asosiy jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Pakazat varianti tanlangan mahsulotning Korзинадagi boshqa distributorlar price listidagi variantlarini ko'rsatadi. Bu mahsulot Korзинадagi boshqa distributorlarda ham mavjud. Kerak bo'lsa, miqdor kiritib Korзинаga qo'shish mumkin. Biroq bu dori mahsuloti Korзинадagi hech qaysi distributor price listida mavjud emas. Distributor nomi yonidagi 3 ta chiziqchani bosib, unga tegishli amallarni tanlash mumkin. Korзинаdan o'chirish, distributor bronini o'chirib tashlash. Distributor haqida ma'lumot. Distributor price listini ko'rish. Telegram bot orqali ulashish funksiyasi bronlarni Excel fayl shaklida distributorga va o'zingizga yuborish imkonini beradi. Agar telefon raqami oldin bog'lanmagan bo'lsa, oyna bo'sh bo'ladi. Yangi raqam qo'shish tugmasi. Status indikatori raqamning My Oson Price Telegram botidan ro'yxatdan o'tganligini ko'rsatadi. Ulashish tugmasi bosilganda bron Excel fayl shaklida ushbu raqamga va sizga yuboriladi. Bu raqam My Oson Price botda ro'yxatdan o'tmagan. Shuning uchun SMS yuborish tugmasini bosamiz. Raqam egasiga botning Telegram havolasi SMS orqali yuboriladi. Raqam egasi havola orqali botga kirib ro'yxatdan o'tishi bilan status yangilanadi. Shundan so'ng ulashish tugmasi bosilganda bronlar Excel fayl shaklida ushbu raqamga va sizga My Oson Price bot orqali yuboriladi. Excel fayl shaklida bronni Telegram bot orqali olish. Tugmani bosib, bronni faqat o'zingiz uchun My Oson Price botdan yuklab olishingiz mumkin. Shu bilan birga sizdan bronni buyurtma qilingan deb belgilash so'raladi. Tasdiqlasangiz, bron Korзинаdan Historia bo'limiga o'tadi. Tanlangan distributor bron ma'lumotlarini Excel fayl shaklida yuklab olish. Buyurtma qilingan deb belgilash. Bron Korзинаdan Historia bo'limiga o'tadi. O'chirish. Kerakli distributorlarni tanlab, ushbu tugmani bosish orqali ularni Korзинаdan o'chirib yuborish mumkin. Ushbu tugma tanlangan barcha distributorlarning bronini Excel fayl shaklida Telegram bot orqali qabul qilish imkonini beradi. Tanlangan distributorlarni buyurtma qilingan deb belgilash. Zaminit tovari. Distributor price eskirgan bo'lsa, ushbu mahsulotlarni uning yangi pricedan yangilash uchun ishlatiladi. Bu tugma faqat qizargan, ya'ni eskirgan distributorlarda ko'rinadi. Ikkita menyu mavjud. Yangi mahsulotlar va tugagan mahsulotlar. Ya'ni distributorning yangi price listida mavjud va qolmagan mahsulotlar. Yangi miqdorlarni har bir mahsulotga qo'lda kiritishingiz mumkin.
O'zgartirilgan mahsulotlar yangi brend sifatida korzinaga qo'shiladi. Endi ushbu eski brend bo'yicha kiritgan o'zgartirishlarimiz bu yangi brend tarkibiga qo'shiladi. Yoki mahsulotlarni avtomatik o'zgartirish tugmasini bosing. Sizdan eski korzinani o'chirishni xohlaysizmi deb so'raladi. Tasdiqlasangiz, ushbu distribyutorning eski breni o'chib, aynan o'sha miqdorlarda yangi bron korzinaga qo'shiladi. Tugagan mahsulotlar eski bronda bor, lekin yangi praysda yo'q mahsulotlar. Ular ushbu oynada alohida ko'rsatiladi. Savatdagi rad etilganlar ro'yxati. Savatdagi mahsulot miqdori kamaytirilganda kamaygan qismini boshqarish uchun yaratilgan bo'lim. Distribyutordan 30 ta mahsulot buyurtma qilmoqchisiz. Lekin sizga u yerda faqat 25 ta mavjudligi aytildi. Qolgan 5 tasini boshqa distribyutordan olish yoki avtopadbor funksiyasi orqali avtomatik tanlash mumkin. Bu imkoniyat yetishmayotgan mahsulotlarni tezda to'ldirishga yordam beradi. Miqdor oynasida o'zgartirish kiritgandan so'ng ushbu tugmani bosing. O'zgartirilgan mahsulotlarning kamaytirilgan miqdorlari aks etadi. Korzina kabi bu yerda ham distribyutorlar ro'yxati va mahsulotlar oynasi mavjud. Distribyutor bo'yicha Excelga yuklab olish va o'chirish funksiyalari mavjud. Bu yerda o'zgartirilgan mahsulot miqdori hech qayerga ta'sir qilmaydi. Mahsulotni tanlab, boshqa distribyutorlarning joriy narxlari va ma'lumotlarini solishtirish mumkin. Zarur bo'lsa, miqdorni kiritib, korzinaga qo'shish ham mumkin. Kerakli distribyutorlarni tanlab, rad etilgan mahsulotlarni avtomatik tanlash uchun avtopadborga o'tkazish mumkin. Agar avtopadbor oynasi band bo'lsa, tasdiqlash so'raladi. Tasdiqlasangiz, avvaliga avtotanlangan mahsulotlar o'chiriladi va rad etilgan mahsulotlar avtopadborga qo'shiladi. Keyin bo'limga o'tib, jarayonni davom ettirasiz. Shu tariqa distribyutor tomonidan rad etilgan mahsulotlar ustida ishlash va ularni qayta avtopadbor orqali tanlash mumkin. Siz bilan korzina bo'limining asosiy imkoniyatlari bilan tanishib chiqdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.